har oy ikkitadan tekinga mashina beramiz. Variantga mashina berishni to'xtatdik. Biz faoliyatimizni tubdan o'zgarish qildik. 50% to'lov qilsangiz ham hech qanaqa mashina bizdan olib keta olmaysiz. Mashina berayotganimizda bizdan yaxshi odam yo'q. Lekin mashinani 2-3 oy minib keyin o'zlari to'lalmay qaytarib berishaydiganda bizdan yomon odam yo'q bo'lib qolyapti. Juda ko'p mashinalarimizda berayotganimizda juda ko'p duo qilib olib ketishadi. Vaqt o'tgandan keyin qanaqadir sabablari chiqqandan keyin mashinani qaytarib, mashinani topshirib ketishayotganda biz yomon odam bo'lib qolyapmiz. Mana shu uchun biz faoliyatimizni tubdan o'zgarish qildik. Endi MBN ofisiga kelib, avara bo'lib kelib yurish shart emas. Biz mashinani har oy ikkitadan mashina tekinga beramiz. Lekin variantga endi MBNdan kelib mashina so'ramanglar, iltimos. Bunga ba'zi bir o'sha klientlar sababchi bo'ldi. Har oy ikkitadan mashina tekin beramiz va bemalol o'zlaringni mashinalaringni olib kelasizlar. Agar kelishalsak, naqd pulimizga olib qo'yamiz. Agar kelishalmasak, 3 xil yo'li bor. O'sha mashina sotishda tartib o'zgargani yo'q. Birinchi yo'li o'sha kelasiz, kelishasiz, naqd pulingizni olib ketasiz. Ikkinchi yo'li kelishasiz. Agar biz aytgan taklifga rozi bo'lmasangiz, Instagram kanalga reklama qilib beramiz. Uchinchi sharti esa mashinangizni kelasiz, xohlagan narxingizni aytib tashib ketasiz, sotishga yordam beramiz. Ana shu 3 ta shart bilan bizga mashina sotishingiz mumkin. Olish tartibi faqatgina egalarini raqamlarini qo'yib beramiz.